Qon bilan, ha? Lirik chekinish bo'ladi. Marhamat. Sizga boqib turgan bu tiyron ko'zlar meniki emas do'stlar. Ko'zi ojiz bo'lib tug'ilgandim. Boshqa mikrofon olib bering. Bilmasdim tun nima yo kunduz nima. Bahor latofati yo yulduz nima. Ertadan kechgacha o'tirardim jim. Axir yumuq edi-da mening ko'zlarim. İlk bahor bir kuni chet eldan dadam doktor olib keldi. Quvondim biram. Bilsam professor ekan. Ko'rdi ko'zimni. Tingladi hasratli, dardli so'zimni. Davolayman dedi. Ammo ko'p qiyin. Qalbim tig'yon urar daqiqa sayin. Buning bir yo'li bor. Birorta odam agar rozi bo'lsa, dahshat bo'lsa, ko'z soqqasini bersa, o'yib olaman. Ko'zlaring o'rniga uni solaman. Tezda do'stlarimni to'pladi dadam, qarindoshlarim ham topdi dadam. Ko'z in'om etmabdi qavmlarim ham. Dadam bir gadoyni uchratib bir kun dardu hasratin yoyibdi dilxon. Debdilar bir ko'zing menga sot jo'ra, gadoy qo'rqqanidan qochibdi tura. Sukut ichra g'ussa chekardim hayhot. Nogoh eshitildi achchiq bir faryod. Ey voh onamki axir. Irg'ib turay desam qo'ymadi kimdir. Jarroh stoliga so'ngra men yotdim. U yog'in bilmadim, hushim yo'qotdim. O'tibdi fursat, berildi ruxsat. Ko'zimdan dokani oldim u shartda. Men dunyoni ko'rdim birinchi marta. Oshifta dunyo, osmon, yulduz, oy. Odamlarni ko'rdim ilk bor xoynahoy. Onajon deb uyga qo'yib kirsam ot. Men noshiftaga harom bu hayot. Onamning ikki ko'zin ko'r edi. Ingrardi bechora, dardi zo'r edi. U sekin paypaslab boshimni silar, ochiq ko'zlarimdan mehrla o'par. Sizga boqib turgan bu tiyron ko'zlar meniki emas, onajonimniki. Rahmat kattakon. Chiroyli she'r bo'ldi. Odamning yig'lagilari kelib ketdi. Lekin men birinchi marta monologni kulib o'qigan insonni ko'rdim, to'g'risi. Buncha xursandsiz, har doimgidek kulib o'qidingiz. Menimcha yaxshi